ikki durang. Timur Nikurin. 9 g'alabasining 4tasini nokaut bilan muddatidan oldin qo'lga kiritgan kuchli sportchi. Yurtdoshimiz Buxoroda janglarga rasmiy boks odatda lagerlar boshqalar o'tkazib o'tkazadi va janglarga Rossiyada tayyorgarlik ko'radi. Rossiyada ham mutlaqo. Приветствуйте вас, соперников, в красном углу из Казахстана, Алматы, Еркебулан Demak, Yerkebulan To'xtar chaqirilyapti do'stlar. Ikkala sportchi ham alohida o'zining yonida ha, Yerkebulan media persona. Buni men yashirmayman. Ha, u kuchli sportchi, lekin baribir media persona. Ammo sport tomonlari anchagina o'sdi Yerkebulan. Anchagina o'sdi. Uning, ya'ni Yerkebulanning MMA'dagi debyut jangini sharhlagan. Undagi Yerkebulan boshqacha edi. Va hozir MMA'da ancha boksni yaxshilash uchun, boksini yaxshilash, ya'ni tik oyoqda jang qilish, qo'l bilan jang qilish uchun u Amerikaga bordi o'sha tayyorgarliklari jarayonida Bekzat Almaxon bilan MMA'dagi boshqa bir qozog'istonlik sportchi, UFC sportchisi bilan birga Amerikaga bordi, bokschilar bilan jang o'tkazdi, ya'ni o'sha boksni yaxshilash uchun va o'sdi, lekin baribir mana shunday darajaga chiqdiki, media bilan ham juda zo'r ishladi, media shaxsga aylandi va shuning uchun ham jangiga qizitish juda yuqori do'stlar. Yerkebulan qozog'istonlik sportchi, pro boksda bittagina jangi bor, lekin MMA'da u ancha mashhur bo'ldi. Ko'ramiz, kuzatamiz. Timur Nikurin sportchi, lekin mana bu e'tibor Yerkebulanga bo'lgan mana bu e'tibor ham Nikuringa biroz ta'sir qilsa kerak. Yana bir ma'lum ko'ramiz. Yangi kuzatamiz. Mashhur aktyor edi bir paytda. Ana bu mashhur